Bugun yurtimizda yangi tong otmoqda. Mitti giyohlardan tortib, ulug'vor tog'largacha shu munavvar tongni qarshi olish istagida saf tortgan. Ular o'z borligini namoyish qilish ishtiyoqida quyosh sari talpinadi. Biz ham shunday. Har birimizning hayotda, jamiyatda o'z o'rnimiz bor. O'zimizni namoyon qilgimiz, borligimizni isbotlagimiz keladi. Ona vatanning bosh ro'yxatida nomimiz, imzomiz bo'lishini istaymiz. 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olinadi. Har bir inson va oilaga tegishli ma'lumotlar xatlovdan o'tkaziladi. Ro'yxatga olish bu shunchaki raqamlar emas. Unda bizning orzu umidlarimiz, taqdirimiz aks etadi. Har bir hudud, mahallaning bugungi va ertasiga oid rejalar ushbu ma'lumotlarga qarab tuziladi.